Shim do'konimni obzorini davom ettiraman. Hurmatli pompaloqlar. Sizlarga 62-64 gacha bo'lgan tonikalik, mana bunaqa ko'ylaklar qiziq bo'lsa, bemalol Doktor Parina Malak nimasiga kirasizlar, yo Doktor Pariga yo Malakka kirasizlar. Instagramdan Malak Collection'ga kirib, mana bu rasvetkalarni 6 xilini qo'yaman hozircha. 20 xil rangi bo'ladi. Rasvetka malinaga qora aralashgan, tagida jemchuqlari, bir narsalari, jupchuqlari bilan oldi tugmali admanka futbolka sifatida, lekin bu yog'i obrazniy trapetsiya ketgan. Ayni hech narsa sig'mayman. Qorindan, ko'krakdan pasti kengayib ketgan degan problemasi bor qizlarimiz uchun. Bu imенно qo'l keladi. Eng glavnisi materiali, yo'q, futbolkani materiali yuvib kiyasizlar, rasvetkasi bomba. A razmerdan hech qanaqa problema yo'q. Uzunligi, mana men sizlarga o'zim reallik ko'rsataman. Doktor Parin bo'yi 1.70, lekin hozir 1.50 bo'lib turibdi. Bemalol kelib, tanlab kiyib olish imkoniyatingiz bor. Undan tashqari Instagramdan emas, Telegram nomerlarini qo'yib ketaman. Screenshot qilasiz, yoqqanini Telegramga tashlaysiz. Dastavka xizmatlarimizdan bor. Sizlarni juda ham yaxshi ko'radi Doktor Parin. Narxiga aytmadim, aytmoqchi. Narxini 249 mingdan qilib beramiz. Maza qilib kiyadigan letniy tonika ko'yliklarimizga marhamat.